Assalomu alaykum azizlar. Hurmatli obunachilar, sog' salomatmisizlar? Biz bugun sizning iltimosingizga binoan qabziyatga qarshi malham tayyorlaymiz. Qabziyat bu ich qotish degan ma'noni bildiradi. Kerakli mahsulotlar. Birinchi, anjir qoqisi 100 gram. Ikkinchi, qaynoq suv 300 ml. Sut tabga ko'ra. Ishning borishi. Birinchi, anjir qoqisini olib, yaxshilab maydalanadi pichoq bilan. Shu joyda shu narsani aytish kerak, anjir qoqlari bozorlarda, rastalarda bor. Ikkinchi, sirli idishga maydalangan anjir qoqisi solinadi. Ustiga qaynoq suv quyiladi. Uchinchi, kastrulkaga suv solgach, gaz plitasiga 10 daqiqa davomida usti yopiq holatda qaynatiladi. So'ng 20-30 daqiqaga damlanadi. Vaqt o'tgach, yarim stakandan tabga ko'ra sut solib ichiladi. Bu malham birinchi kamqonlikda, ikkinchi immunitlarni oshirishda, uchinchi qabziyatga qarshi hisoblanadi. Eng muhimi ikkinchi malham. Kerakli mahsulotlar. Birinchi, olxur qoqisi 100 gram. Ikkinchi, qaynoq suv 250 ml. Ishning borishi. Olxuri qoqisini pichoq bilan maydalanadi. Olxuri qoqisi hozirgi kunda barcha do'konlarda bor. Ikkinchi, kastrulkaga maydalangan qoqini solib, ustiga 200 ml qaynoq suv quyiladi. Uchinchi, kastrulka gaz plitasiga 2-3 daqiqa davomida quyiladi va 20-30 daqiqa davomida damlanadi. To'rtinchi, so'ng buni ham yarim stakandan kuniga 3 marta ichiladi. Bu dori yoki malham birinchi organizmda qon aylanishini yaxshilaydi. Ikkinchi, ich qotishga, qabziyatga qarshi samarali tabiiy narsa yoki dori hisoblanadi. Azizlar, kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'ling. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Bu bilan kanalimizning ravnaqiga, gullab yashnashiga hissa qo'shgan bo'lasiz.